Assalomu alaykum do'stlar. Mana navbatdagi baniyamiz ham bitdi. Bu baniyani kafelidan oldin montajlarini o'zimiz qilib, hamma joyini taqsimlab chiroyli qilib berib ketgandik. Mana bitdi. Bugun kun davomida bitirib, chiroyli qilib ishga tushirib berdik. Endi sovuq suvlarimiz, issiq suvlarimiz ham chiqib yotibdi. Hali yaxshi isib ulgurganicha yo'q. Bu Prado kompaniyasidan 80 litrli aristonimiz bo'ladi. Mana hali to'laqonli isib ulgurganicha yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Max darajaga qo'yib qo'yganmiz. Buni sovuq suvga kraynik qo'ydik, issiq suvga kraynik qo'ymadik. Barchasi shu bu rakinamiz 10 yil garantiyasi bilan olindi. Tak. Bu yerga zamonaviy dushoviy smesителdan qo'yib qo'ydik. Hammasi barchasi ishlayotibdi. Pechkamiz esa oddiy pechka bo'ldi. Keyinchalik kotellarni qo'yib chiroyli qilib isitib berish xizmatlari ham bo'ladi. Bu yerga ham ixchamgina qilib kiyim oladigan qo'yib qo'ydik. Bu yeri kir moshinni joyi bo'ladi. Kir moshinlar hali endi keyinchalik kir moshina olingandan keyin ustanovka bo'ladi. Shu ko'rganingizda 50 lik turbadan kanalizatsiyalarni tortib qo'ydik. Traplarni qo'ydik. Glavniy katta trap 100 lik bo'ldi. Kimga agar shunaqa santiniya xizmatlari kerak bo'lsa, shunaqa banimni chiroyli qilib montaj qildirib, shunaqa smesitellar, rakina, unitaz barchasini qo'ydiraman degan bo'lsa, aytganlar bo'lsa, aloqaga chiqamiz.